Lüksiyen davamlaştırımız hürmetlik vatandaş endeki mavzu. Amerika bilen Çavuşan'ın yaxşı münasibeti tenhua gülüdek eçilipla tozup gitti. Düşmanlaşış münasibeti yenili əsliga qaytib geldi. Mavzulu haber Reuters agentliği ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning Çavuşanni ziyorat qilishini amaldan qoldirgandan keyin Çavuşan Emgak Partiyasi organ gazeta maqola e'lon qilib, Amerika hukumatini qattiq tanqid qildi. Amerika Çavuşan zürriyeti yana bir qatam oshkor, ziddiyeti yana bir qatam oshkorinib, Çavuşan bilan Amerika düşmanlashning kon yo'liga, yana Katanaga qarab mangdi. 2018 yılı 6. ayda işga ashirilgan Amerika Çavuşan yuqori darajaliklar suhbati Amerika bilan Çavuşanga elib kelgan do'stonalik vaziyati uzun davomlashmadi. Çavuşanning yadro qurollaridan voz kechishi tanqid qilingan. Amerika bo'lsa Çavuşanni embargo qilishga ching turganlikdan Çavuşanning Moyam gazeti Emgak xabarlar gazeti shu vaqt 8. ayning 26. kuni Prezident Trumpning davlat ishlar kotibi Pompeo'ning Çavuşan ziyoratini amaldan qoldirganligini tanqid qilib mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Çavuşanga qaratgan pozitsiyasining ishchi batishi birdek bo'lmadi. Bu gazet yani Prezident Trump hükümetinin Çavuşan hükümetini ağdırmakçı bolğanlığını ayıpladı. Bu gazet yani Prezident Trump hükümetinin Çavuşan hükümetini ağdırmakçı bolğanlığını ayıpladı. Tekrarladım. Bu iş Amerika Çavuşan yuqori darajaliklar söhbet eden belki Çavuşan'ın Amerika'nı qattiq tanqidlaganligi bo'lib sanaladi. Yuqori darajaliklar söhbetidan biri ki Çavuşan'ın Amerika'nı qattiq tanqidlaganligi bo'lib sanaladi. Emgak xabarlari o'ttirib qo'ygan yuqori ko'z qarashlar Koreya gazetlarining xabarlariga asoslandi deb ko'rsatildi. Xabarlarga asoslanganda Koreya matbuoti 8. ayning 26. kuni xabar qilib, Yaponiyada turishliq Amerika armiyasi Çavuşanda quruqliq chiqib, hujum qilish, urishini mashq qilyapti deb ko'rsatgan. Koreya gazeti. Çavuşan bu xabarga qarta mundaq javob qaytardi. Amerika hukumatining niyati intayin oshkora. Çavuşanning yadro qurollaridan voz kechish va'dasi mag'lub bo'lgan aman Amerika Çavuşanga qurolliq hujum qo'zg'aydi deb qaraldi. Amerika yuzaki holda Çavuşan bilan dialog qurib, Çavuşanga qurolliq hujum qilish g'arizidan hargiz voz kechmagan. Çavuşan hukumati Amerika hukumatining mundaq ikki qo'lliq harakat qo'llanishiga yo'l qo'ya olmaydi. Xabarning eng oxirida Amerika ogohlantirish berib, Emgak gazeti Çavuşanning mundaq ko'rsatdi. Amerika sababsizda Çavuşanga harbiy tavakkalchilik qilish g'arizini to'xtatish kerak. Shunda qilsa Çavuşan yerim oralida haqiqiy yadrosizlashtirishni ishga oshirg'ili bo'ladi. Çavuşan tarafning ayblashlariga qarta Amerika Qo'shma Shtatlarining Koreyada turishliq bosh elchixonasi 8. ayning 27. kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika Çavuşan ko'rsatgandek harbiy mashq elib borgani yo'q. Iqlim masalalari xabarlari 8. ayning 27. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Çavuşan haqiqiy holda yadro qurollaridan voz kechish harakatini yo'l qo'ygandan beri masalaning manbai va sabablarini Amerikaga ortib qo'yishga urindi. Çavuşan yadro qurollaridan voz kechgandan keyin Çavuşanga embargo yurgizishni to'xtatish, Çavuşanga embargo yurgizishni tadrijiy suslashtirish bilan birga yadro qurollaridan voz kechishni ilgari surish jihatda Amerika bilan Çavuşanning birlikka ko'z qarashlarini birlikka keltirgili bo'lmadi.
Şunu bilen Çavuşan'dan yadro kurallardan vaz keçiş manzarası yoki ko'rinishi bargan sari valaştı. Demek 6. ayının 12. günü Prezident Trump bilen Çavuşan'ın başlığı Kim Jong-un Singapur'da söhbet ötküzdü. Bugün kelgende endi bu münasebet, bu söhbet muşalığı keldi mi? Endi bunun keyinki taraqqiyat, vaziyetinin keyinki taraqqiyatıga nazar ağdırımız, hürmetli vatandaş.